İbn Sina Tacik milleti, Özbekistanning Buxoroda tug'ilgan. Yosh vaqtida orda teptishi bo'lgan, 20 yoshida xonadonlikning gumron bo'lishi bilan Xalchamga ko'chib ketgan. 11 yildan keyin siyosiy sabablar tufaylidan Persiyaga ko'chib ketgan. O tibobat sohasida ajoyib natijalarni qo'lga keltirib, ichki kasalliklar bilimlarini beyitib, anatomiyaga ahamiyat bergan. O yozgan tibobatchilik dasturi 17-asrdan ilgari Osiyo, Yevropa rayonlarining asosli tibbiy kitob va foydalanish materiallari bo'lib qolgan. Dünya meditsinasining otasi deb ta'riflangan. Dünya tibobatchiligining otasi deb atalgan Ibn Sina'ning hikmatli so'zlari bu mundaq deb ta'kidlagan. Birinchi baxtsiz pozitsiya oldida o baxtga bo'lgan umidning muhimligini ta'kidlab, baxtga intilmaydigan odam baxtsizlikka duch kelishi mumkin deb qaraydi. Ikkinchi, orzuning amalga oshish payti. Orzujon uzish oldida emas, balki muvofiq paytda amalga oshadi. Uchinchi tibbiy pozitsiya. Umidsiz bemor yo'q, faqat umidsiz doktor bor. To'rtinchi doktorning saposi. Doktor burkutning ko'zi, ayolning qo'li, yilonning aql parasti va shirning yuragiga ega bo'lishi kerak. Bu qarashlar Ibn Sina'ning tibobat va kishilik hayotga bo'lgan cho'nqur tushunchisini aks ettirib, sog'lom turmush usuli, aktiv ruhiy holati va doktorning mas'uliyat tuyg'usini ta'kidlagan. Uyg'urcha har xil kitoblarga ehtiyojingiz bo'lsa, davomli zakaz bersangiz bo'ladi.